Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bununki vaqti xayrlik bolsun. Men dostumlar Abdulaziz Beştoğrak qarindoshinglar. Tüvendi men sizlarga har shanba kuni birlikda qilib kelayotgan mushu nimada ekranda ko'rgan o'xshash Tadbiriya isim dersleri 49-dersimizde Erkin Sıdık akimizning kitobidan 7. kısım en keen tedbir neşriyat tarafı neşr kılan kitap. Kolumdaki bunu kitap bunu köstüp qo'y qadrli qarindoshlar. Turmuşning muhim savatları ve sabaqlari degan bunu kitaptan sizlarga ata-onalar bilishga tegishli muhim ishlar degan mazmunni o'rtoqlashiman qadrli qarindoshlar. Hammalarninki diqqati ekranımızda zihni tedbiriya isim dersimizde bolsun. 81. bettin başlap okuyumuz asli. 81. bette dadılar bilişki tegiş mühim işlerken bunu öğrenip boğan qadrli qarindoshlar. Biz hazır öğrenmek zorundayız. Ata-onalar bilişki tegişlik mühim işler 61. bet qadrli qarindoshlar. Ata-onalar bilishki tegishlik muhim ishlar. 2016 yılı 7. ayının 14. günü vatandagi to'rbetlarda nashr qilingan, ya'ni 2 yıl burun, az kam 2 yıl burun. Bu yani 2 yıl burun ekan. Bununki ma'rifat to'rbetida Erkin akimizningki şerde maqolami bor. Shu maqolani yangi yozliqda ko'rib olsanglar, ko'n yozliqini shu kitap o'qib olsanglar, buni setib olsanglar yoki biz Erkin akimizningki to'rbetidan tushirib şerde ko'rsanglar bo'ladi. Ata-onalar bilishga tegishlik muhim ishlar. 2016 yılı 7. ayninki 14. günü yozilgan maqola qadrli qarindoshlar. Men oldingi bir maqolada dadalar bilishga tegishlik muhim ishlar ustida to'xtaldim. Mazkur maqolada ata-onalar ve er-xotinlar bilishga tegishlik bir qism muhim ishlar ustida to'xtalib o'taman. G'arb ellerinde bola terbiyesi ve bola taraqqiyoti bir cho'ng ilm bo'lib, bu ilm hozir nihoyat yuqori pallagicha taraqqiy qilib bo'ldi. G'arbda bola terbiyesi tadqiqoti bilan shug'ullangan o'rinlar intayin ko'p. Bola terbiyesi tadqiqoti bilan shug'ullangan ilm ahlilarining soni nihoyat ko'p. Bola terbiyesi haqida maslahat beradigan mutaxassislarning soni intayin ko'p. Shundaqla ilmiy usulda bola tarbiyalaydigan xodimlarning soni mo nihoyat ko'p. Mening tushunishimcha Uyg'urlarning bola tarbiyasi jihatdagi ahvolini G'arbning ahvoli bilan solishtirg'ili bo'lmaydi. Ya'ni Uyg'urlarning ahvoli G'arbliklarninkidan ko'p nachar. Men Uyg'ur yoshlardagi zaharlik çekim ishlatish ahvolining ağırlıqını izchil turda anlab keldim. AIDS keseliga giriftar bo'lish ahvolining ağırlıqını izchil turda anlab keldim. Bir qism sonlarni ashu sohada statistik elib borgan kasbiy xodimlardan bevosita angladim. Hozir mo o'tir maktabni bitirib, ota-onasining puli bilan chet elga o'qishga chiqayotgan yoshlar ichidagi bir qism nachar ahvollarni davomli ko'rib turyapman. Hurulluq, hech qanday ishda chidamlik bo'lolmaslik, jafoga chidamaslik, uchiga chiqqan shaxsiyatchilik, ota-onasiga ich og'ritmaslik, pul xarjlashda psixikasi butunlay buzilgan bo'lish yoki aqlga sig'maydigan darajada isrofchan bo'lish ahvollarini ko'rib turyapman ham intayin qattiq ichinaman. Bola tarbiyasi haqidagi hozirgi zamon bilimlari Uyg'urlarga nima uchun texchi singib kirib bo'lolmaydi deb o'zimdan ko'p so'rayman. Mening farzimcha hozirgi bolalarning ahvoliga qarab o'zimizning kimligini saqlab qolishdan ensirayotgan kishilarning soni barg'ansari ko'payib menayotdi. Haqiqatan buningdan keyin hamma yoshlarni qutqizib qilish ancha oson emas. Ammo qattiq tirishsak yoshlar qo'shinidagi
ruhiyeti, iradesi ve psixikisi küçlük kişilerini qutquzib qilish hamda ularni to'g'ri yetaklab, o'zimizning buningdan keyingi ahvolini yaxshilashga xizmat qildirish butunlay mumkin. Men bir dada, ammo bola tarbiyasi ilmining kasb ahli emas. Shundoq bo'lsa-mu, men bu yerda bir qancha nafar dunyoda tanilgan mutaxassislarning bola tarbiyasi haqidagi ko'z qarashlarini tonuşturup o'taman. Ma'rasında apu qilish biz boshqalar uchun qiladigan ish emas. O o'zimiz uchun qiladigan ish bo'lib, biz shu orqali baxtning yangi yo'llarini tepib, erkinligiga erishimiz debdi qadrli qarindoshlar. Buni shu ranglik rasmini ko'ralaysizlar, PDF'ni tushirib ko'rsanglar. Birinchi, bola tarbiyasidagi bir qancha ijobiy qoidalar. Bola tarbiyasida ota-onalar bilishga tegishli ishlar nihoyat ko'p bo'lib, ularning ichidagi eng yadroliq o'rinda turadiğini bolaga diqqat berish san'atidan iborat. Siz bolangizni yaxshi tarbiyalashda bilishga tegishli ishlarning ko'pinchisini bolangizni yaqindan kuzatish, balangizning har bir so'z harakatiga inchikilab diqqat berish orqali bilib olasizlar. Bu bir oson ish emas. Bo'libmi hozirgidek insonlarning kundalik turmushi nihoyat jiddiylik ichida o'tadigan zamonda bolaga yetarli darajada diqqat berish ancha oson ish emas. Ko'pincha ota-onalar o'z turmushini o'zlari orzu qilgandek surat bilan elib mangolmaydi. Şunlaşqa bir vaqtda ko'plagan ishlarning huddisidan tang chiqib yashashga odatlanadi. Ammo bir vaqtda ko'p xil ishlarni qilib yashash davomli foydali bo'lavermaydi. Ya'ni biz ba'zida bolalarga yetarli darajada diqqat berish uchun boshqa bir qism ishlarimizdan voz kechishga to'g'ri keladi. Agar siz bolangizni har vaqt to'liq tushunib turmaydi ekansiz, o birer işini hata qilganda, nima ishni hata qilganligini anqirolmay qolasiz. Balangiz birer hata yo'lga menishga boshlaganda, onu sezolmay qolasiz. Balangizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun qaysi ishlarni qilishni bilolmay qolasiz. Oilada bola tarbiyasini ching tutadigan ota-onalarning hammasida o'zlari amal qiladigan bir qism ijobiy qoida yoki ijobiy tuzum bor bo'ladi. Mening farzimcha bunda qoida yoki tuzumlar o'xshamagan bola tarbiyasi haqidagi kitoblarda o'xshamagan shakl va o'xshamagan tartibda yozilgan bo'ladi. O'xshamagan millatlarda o'xshamagan shakl va o'xshamagan tartibda yozilgan bo'ladi. Shundaqla o'xshamagan oilalardami o'xshamagan shakl va o'xshamagan tartibda yozilgan bo'ladi. Ammo ularning mazmuni asosiy jihatdan bir-birinikiga o'xshib ketadi. Tuvandagisi g'aribliklar yozib chiqqan bola tarbiyasidagi ijobiy qoida yoki ijobiy tuzumning bir misoli bo'lib, meningcha u Uyg'ur oilalariga xeli mos keladi. Men sizga mushu mazmunni o'qiganda o'zingizdami ashundaq ijobiy qoidalar bormi yo'q? Agar bor bo'lsa, ular qaysilar? Hamda sizdagi qoidalar bilan tuvandagi qoidalarning qandoq o'xshaydigan yerlari va qandoq o'xshamaydigan yerlari bor ekan degan masalalar ustida ozroq o'ylanib beqishingizni tavsiya qilaman. Birinchi, bolangizga diqqat berish. Ikkinchi, bolangizga va o'zingizga hurmat qilish. Uchinchi, aqlga sig'adigan so'z harakatda o'rinliq bo'lish, muloyim va keskin bo'lish. To'rtinchi, yo'l qo'yish, o'zaro tushuncha hosil qilish va ko'rsatib berish orqali masala tug'ilishning oldini olish va masalani azaytish. Beshinchi, bola yaxshi ish qilganda va ishni to'g'ri qilganda uni ilhomlantirish va mukofotlash orqali uning irodasini ijobiy jihatdan texmo mustahkamlash. 6. To'g'ri tanlash qilishning usullarini o'rgatish. 7. Balangizga
aqlga sig'adigan umid va nishonlarni turg'izib berish. 8. O'zingizga va oilangizga aqlga sig'adigan umidlarni bekitib berish. 9. Balangizga unumlik va aqlga sig'adigan cheklamalarni aniq bildirib qo'yish. 10. Xato ish harakatlarini tushunish. 11. Her bir ishqa shu ish bilan bevosita munosabatlik bo'lish va balangizga hurmat qilish sharti ostida aqlga sig'adigan inkaslarni bildirish. 12. İzchil bo'lish. Yuqoridagi 12 qoidaning har biri bir parcha uzun maqolaga temi bo'la oladigan bo'lib, men bu yerda faqat ularning ichidagi birinchi qoida ustida yana azroq to'xtalib o'taman. İmkoniyati bor boshqa qarindoshlardan qolgan qoidalar haqidagi bilimlarini o'qirmanlar bilan o'rtoqlashishini umid qilaman. 2. Balalarga yeterlik darajada diqqat berish. Balaga yeterlik darajada diqqat berish yuqoridagi 12 qoida ichidagi birinchi qoida. Balalar 3 ve 9 yaşlarda turvatkan vaqtida 3 yaşdan 9 yaşgacha bo'lgan aralıqda turvatkan vaqtlarida ularning ota-onalardan istaydigan eng muhim ishi ota-onalarning o'zlari qilgan ishlarni tasdiqlashi va o'zlaridan nihoyat rozi bo'lishi bo'ladi. Ota-onalarining o'zlari qilgan ishlardan faxrlanishi bo'ladi. Ota-onalarning o'zlari qilgan ishlardan minnatdor bo'lishi bo'ladi. Balalar ata-onasining o'zlariga bo'lgan qoyilligini boshqa hamma ishlardan ustun o'ringa qo'yadi. Ular ata-onasining roziligini va tasdiqini olish uchun yashaydi. Kichik balalar nihoyat ko'p gap qiladi. Bo'libmi qizlar shundoq. Siz ashundoq kichik balalarning dadisi yoki opisi bo'lsangiz, balangiz kichik vaqtida sizga gapni ko'p qilsa, yani balangiz kichik vaqtida onun gapiga diqqat bering. Hamda o gaplarga quloq solib, ularga muvofiq inkas qaytarib turing. Balangizni tasdiqlab, onunga qoyilligingizni bildirib, onu e'tirof qilib, onunga uzluksiz holda ilhom berib turing. Balalar o'ttir maktabga chiqqanda butunlay o'zgarib ketadi. Yani ular ancha gap qilmas bo'lib qoladi. Ular kichik vaqtida sizning diqqatingizni qo'lga keltirish uchun nihoyat kuchaydi. Balalar cho'ngroq bo'lganda bo'lsa, siz ularning diqqatini tortish uchun nihoyat kuchaysiz. Bu ana shundoq o'tni jahon. Ammo balalar kichik vaqtida siz ularga diqqat bermaydi ekansiz, balangiz o'yinchoqni ko'tarib, qishingizga kelganda siz "Men xabar ko'ryapman, o'zingga kirib o'yna. Xotin, men musobaqa ko'ryapman. Balani boshqa bir yerga aketgina. Xotin, men bir kun ishlab nihoyat herib ketdim. Hozir bala bilan hapilashgudek madorim yo'q. Uyga bir do'stim keldi, uyingga kirib uxla" deganga o'xshash gaplarni qiladi ekansiz, yoki balangizga xuddi u sizning ishingizga to'sqinlik qilayotgandek muomala qiladi ekansiz, siz o'zingizning otalik burchini ado qilmagan bo'lasiz. Gerçi siz sirtda bir kun xizmat qilgan bo'lsangiz-mu, sizning haqiqiy xizmatingiz sirtdagi ishingizni tugatib, uyga qaytib kelgandan keyin andin boshlanadi. Shunlashqa o'z majburiyatingizdan voz kechmay, bir haqiqiy dadiga loyiq ish tuting. Cho'qim uyda balangiz bilan bir qism vaqtlarni birlikda o'tkazing. Balangizni kunduzi maktabga olib qo'yib, oqshimi bo'lsa uning bilan koringiz bo'lmay, uni o'z ixtiyoriga qo'yib bermang. Balangizni uyingizda kechgacha kompyuter o'ynashga tashlab qo'ymang. Unda qilmaydi ekansiz, balangiz internetdan burjib yangi ota-ona topadi. Dadalik va opalik burchingizni cho'qim loyiqida ado qiling. O'zingizning rolini kompyuter yoki yanfullarga o'tinib bermang. Balangiz kichik vaqtida siz onunga ancha diqqat bermaydi ekansiz, ular cho'ng bo'lib, mustaqil bo'lganda
siz ularning ko'ziga faqat bir xil pul belgisi bo'libli ko'rinasiz. Ular faqat pulga ehtiyojli bo'lib qolgandila sizning yaningizga kelib, siz bilan uchrashadi. Ya'ni sizni faqat pul uchun izlaydi, yoki bo'lmasa sizni faqat boshqa biror ehtiyoji uchun izlaydi. Ular texmi cho'ng bo'lib, o'zi pul topqidek bo'lganda bo'lsa, ular sizni zodila izlamaydigan bo'lib qoladi. Siz ularni osonlikcha ko'rolmaydigan bo'lib qolasiz. Chunki u chaqda siz balangizning turmushi bilan munosabatsiz bir odamga aylanib qolasiz. Agar sizning balangiz bilan bo'lgan munosabatingiz ashundaq bir holatga kirib qolgan bo'lsa, o chaqda siz muqarrar holda bir mag'lubiyat yo'lida ketayotgan bo'lasiz. Shunlashqa siz undaq ahvolning oldini olish uchun bala kichik vaqtida onunga yetarlik vaqt ajratishingiz kerak. Yuqoridagi ishni qilish hargiz oson emas. Normal ota-ana yoki apa-bola munosabatini saqlab menish uchun biz o'z farzandlarimiz bilan eng yaqin do'stlardan bo'lishimiz kerak. Ular biz bilan birga bo'lishni boshqalar bilan birga bo'lishga qaragandimi bakrak yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak. Ota-onalar davomli balaning tishiga tegadigan kishilarning rolini elib qolmasligi kerak. Uning aksicha ota-onalar balalar birga bo'lganda nihoyat huzurlanadigan, balalarga zo'r xushallik elib keladigan kishilardan bo'lishi kerak. 3. Bala bilan yaxshi do'stlardan bo'lish. Qadrli qarindoshlar, Erkin Sidiq akamizningki eng keyin nashr qilingan turmushning muhim sabotlari va saboqlari degan kitobni birlikda o'qiyotimiz. 3. mazmunga keldik. Bala bilan yaxshi do'stlardan bo'lish. Yaxshi ota-onalardan bo'lish deganlik hargizmo balalarga yaxshi o'yinchoqlarni elib beradigan, yaxshi kiyimlarni elib beradigan, talab qilgan narsalarning hammasini elib beradigan ota-onalardan bo'lish deganlik emas. Balalarga shundaq narsalarni muvofiq miqdorda elib berish kerak. Ammo bala kichik vaqtida uning eng ehtiyojli bo'ladiğini sizning vaqtingiz. Hozirgi jamiyatda sizdan vaqt talab qiladigan ishlar nihoyatmi ko'p. Siz balangizga ayrim uy hozirlab berasiz. Onunga o'yinchoq elib berasiz, onunga isil kiyim-kechaklarni elib berasiz. Onunga har oyda parcha-parat ishlarga xarjlash uchun azroq maosh berasiz. Ammo balangizga o'z vaqtingizning bir qismini bermaysiz. Agar siz onunga vaqt bermaydi ekansiz, ruhiy jihatdan o sizdan ayrilib ketadi. O siz bilan bo'lgan munosabatni uzib etadi. Nihoyat burunli bir xil mustaqil hayotni boshlab ketadi. Hozirgi jamiyatda balalarning kichik turiblar mustaqil bo'lib ketishi deganlik, o sizdan yiroqlashib ketishi deganlik bo'ladi. Bu bir intayin og'ir masala. Balamizni qandoq cho'ng qilish bir nihoyat keskin masala bo'lib, biz balamiz bilan nihoyat ochiq oshkora va nihoyat aniq aloqa munosabati o'rnatishimiz kerak. Bizning an'anamiz va axloqiy o'lchimimiz bo'yicha qabul qilinmaydigan, to'g'ri ko'rilmaydigan, hatto cheklangan nurg'un ishlar bor. Ammo balalarimiz ashundaq ishlarni har kuni sirtda anglab turdi. Tashviqot taxtaylari yoki televizorlardan ko'rib turdi. İnternetdan o'qib turdi. Maktabda uchirtib turdi. Qisqasi, balalar biz yaxshi ko'rmaydigan nurg'un narsalar bilan uchrashib turdi. Bu bir reallik. O yalg'iz faqat Uyg'urlarga tava masalami emas. Balangiz har kuni maktabdan uyga kelib, sizga o'zi ko'rgan yoki anglagan, odatda nachar ishlar hisoblanadigan ishlarni so'zlab bersa, siz uningga shundoq muomala
onunğa qandaq muamele qilasiz? Ağzını yum. Bizning uyda onda gaplarni deyishmaymiz, demsiz. Agar shundaq desiniz, siz balangiz bilan bo'lgan aloqa yo'lini to'sib etgan bo'lasiz. Shuningdan boshlab balangiz sizga heliqada gaplarni qilmaydigan bo'ladi. Bu deganlik balangiz heliqada ishlarni ikkinchi ko'rmaydi, anglamaydi ve o haqda boshqalar bilan paranglashmaydi deganlik emas. Balangiz o haqda so'z düşüdü. Ama siz bilan emas, boshqalar bilan yoki do'stlari bilan so'z düşüdü. Neticede o sizning emas, boshqalarning ko'rsatmasi yoki yetaklashiga erishidi. Onda ko'rsatma ve yetaklashlarning bir qismi siz arzu qilgan narsalardan emas bo'lib chiqadi. Balangiz kichik vaqtida siz onun bilan fikir almashtirib turish yo'lini yoki onun bilan bo'lgan xabarlashish, aloqalashish yo'lini aytib qo'ydi ekansiz. Balangiz cho'ng bo'lganda siz qilgan ishingizga pushaymon yeb, yig'lab o'ltirib qalasiz. 4-mazmun er-xotinlik munosabati. Bir sağlam cemiyet barpo qilishning oldingi sharti ailelerni sağlamlaştırışdan ibaret. Eğer aileler bir xil buzulgan holatda mavjud bo'lib turdikan, boshqa güzel istekler haqida söz etish mumkin emas. Bazı ailelerde er-xotin ikkilan her kuni degidek urushib turdi. Öy içi kinoyi sözlerden xoli bo'lolmaydi. Er-xotin ikkilan her deseler bir-birini tushirib turdi. Öy içi urunsuz kinoyilar, urunsuz tanqidlar ve birbirinin ko'nglini ağrıtıdığan sözlerden xoli bo'lolmaydi. Siz qanday gaplar ayolingizning tishiga tegadiganligini bilasiz. Shundaqdimi bilib turib, ayolingizning tishiga tegadigan gaplarni qilasiz. Ko'pincha vaqtlarda ayol kishimi qanday so'zlar erini eng chichangshitadiganligini biladi. Shundaqdimi nima ish bo'ldikin, qani ko'rib baqay. Nima ish bo'ladikin, qani ko'rib baqay deb heliqadek gaplarni qilaveradi. Bu ishlarning hammasini öydeki bala ko'rib turdi. Shuning bilan bala er-xotinlar orasidagi so'z o'yini va janglarning haqiqiy ziyon tortquchisiga aylanadi. Ya'ni bala ota-onasidan yuqoriqadek qiliqlarni o'rganib, o'zida dada opsinikiga o'xshash kishilik xarakterlarini yetildirib, cho'ng bo'lganda öz ata-onasiga o'xshash dada yoki onalardan bo'ladi. Bir qism to'y qilgan juftlarda bir-birini apu qilish tuyg'usi yo'q. Bir qism erlar xizmat o'rnidagi kishilarga intayin siliq va adab bilan muomala qiladi. Do'stlariga nihoyat obdan muomala qiladi. Ayol xizmatdoshlariga texmi shundoq. Ammo ishdan yenib, uyga kelib, ayoli "Bugun ishlaringiz qandaqroq bo'ldi?" deb so'rasa, "Men bir kun ishlab herib ketdim. O ishlar to'g'risida so'zlashkim yo'q" deb qo'pollik bilan javob berdi. Shuning bilan uy ichida bir xil sog'lom er-ayollik munosabati vujudga kelmaydi. Siz oxirgi qatim qachon o'z meylingiz bilan ayolingizga bir sovg'at elib berib baqdingiz? Oxirgi qatim ayolingiz o'ziga bir narsa elish to'g'risida sizdan maslahat so'raganda siz uningga qanday muomala qildingiz? Siz oxirgi qatim qachon bir sifatli vaqtingizni ayolingiz bilan birga o'tkazib baqdingiz? Qachon ayolingizni bozorga elib chiqib, onunga bir narsa elib berib baqdingiz? Onun bilan bir kinoni birga ko'rib baqdingiz? Ayolingizning sizning vaqtingizga ehtiyoji bor. Sizning xizmat sirtidagi vaqtingizning hammasini kompyuter bilan hapilishib yoki do'stlaringiz bilan birga bo'lib o'tkazishingiz hargizmo bir sog'lom ahvol emas. Agar bo'sh vaqtingizda ashundoq o'tkazadi ekansiz, ayolingiz siz bilan to'y qilgandek, sizga xotin bo'lgandek his qilmaydi. Siz uchun eng muhim narsa ayolingiz bilan bolalaringiz. Oilangizdagilar zarur bo'lgan vaqtlarning
Ailenizdekiler zürür bo'lgan vaqtlarning hammasida sizning yordamingizga erishish huquqiga ega. Bu ish dinimizda nihoyat aniq belgilangan. Ya'ni dinimizda o'z oilasida eng yaxshi rol o'ynagan kishilar eng yaxshi kishilar bo'lib hisoblanadi. Shunga siz har vaqt oilangizdagilarni birinchi o'ringa qo'yishingiz, hatto o'zingizni ustun o'ringa qo'yishingiz kerak. Siz ba'zida o'z onangizga, xizmatdoshlaringizga muomala qilgandek yaxshi muomala qilmaysiz. Do'stlaringizga muomala qilgandek yaxshi muomala qilmaysiz. Anangiz siz bilan telefonda 5 minut ortiq so'zlashib olmoqchi bo'lsa, onunga taqat qilolmaysiz. Sizning ba'zi ishlaringizni azroq tanqid qilib qo'ysa, uni qabul qilolmaysiz. An'anaviy qoidamiz bo'yicha elib aytganda, anangizning gapini anglab qo'yish sizning vazifangiz. Siz burun yig'ilganda apangiz sizga boshqa uyga kirib yig'la, mening sening bilan korim yo'q demagan. Aksicha o sizdan xabar olgan. Biz erimizga yoki ayolimizga eng yaxshi muomala qilishimiz kerak. Ota-onamizga eng yaxshi muomala qilishimiz kerak. Bu kishilik munosabatning asosi bo'lib, agar bizning ayolimiz yoki erimiz bilan va ota-onamiz bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bir taraf qilolmasak, boshqa barliq munosabatlarni yaxshi bir taraf qilolmaymiz. Biz mushu ikki munosabatni yaxshi bir taraf qilgandilar, andin yaratquchimiz bilan bo'lgan munosabatni yaxshi elib mang'alaymiz. Bizning erimiz yoki ayolimiz yaratquchining bizga ato qilgan sovg'ati. Agar biz ashu sovg'atdan minnatdor bo'lmaydi ekanmiz, yaratquchidan minnatdor bo'lmagan bo'lamiz. Bizning ota-onamiz bilan munosabatimiz ham shundoq. Agar ulardan minnatdor bo'lmaydi ekanmiz, amaliyotda yaratquchidan minnatdor bo'lmagan bo'lamiz. Hozirdan boshlab o'zingizda mushundoq bir o'zgarish yasang. Kechki g'izoni oilangizdagilar bilan birga yeng. Kechki g'izoni ayrim yemang. Uni boshqa yerda yemang. Uni boshqa vaqtda yemang. Maxsus vaqt ajratib kechki g'izoni oilangizdagilar bilan birga yeng. Bak ko'p vaqt ajrata olmasingizmi? Har kuni belgilik vaqt ajratib, shu vaqtda oilangizdagilar bilan birga bo'ling. Xuddi maxsus vaqt chiqarib televizor ko'rganga, maxsus vaqt chiqarib topshiriq ishlaganga, maxsus vaqt chiqarib xizmat qilganga o'xshash, maxsus vaqt ajratib oilangizdagilar bilan birga bo'ling. Shunda qilishning nihoyat zo'r foydasi bor. O'z oilangizda ashundoq bir ishni boshlab baqing. Shunda qilsangiz, nihoyat tezla uning natijasini ko'rasiz. Sizning ayolingiz yoki eringiz va bolalaringiz bilan bo'lgan munosabatingiz nihoyat tezla yaxshilanishga boshlaydi. Qadrli qarindoshlar, qo'limdagi bu Erkin Sidiq akamizningki, doktor Erkin Sidiqningki, Erkin Sidiq yozmalari 7-qism turmushning muhim savotlari va savoqlari Tadbiryoy nashriyat tarafidan nashr qilingan shu kitobdan ota-onalar bilishga tegishli muhim ishlar degan mazmunni birlikda o'rganyapmiz. Maqolani 5-mazmunga keldik. Bu maqolaning kichik tema turmushda tangpungliqni ishga oshirish degan mazmun. Ota-onalar bo'lib dadalar uchun turmushda bir tangpungliq saqlash nihoyat muhim bo'lib, men bu masala ustida o'zimning bir oyning oldida to'rlarga chiqargan dadalar bilishga tegishli muhim ishlar degan maqolasida tafsili to'xtaldim. Shunga bu yerda u mazmunlarni qayta takrorlamayman. Men u maqolani texnik o'qib boqmagan qarindoshlarga uni bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Shubhisizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. 4-sura 58-oyat. Agar siz bir dada bo'ladi ekansiz,
ayolingizning sizda haqqi bor. Balalaringizning sizda haqqi bor. Hamda ota-onangizning sizda haqqi bor. Siz birisining haqqini qurban qilish bedeliga yana birisining haqqini qaytarsangiz bo'lmaydi. Ularning hammasining sizda ayrim haqqi bor. Yaratquchimiz sizga ularning haqqini berishda cho'qim adil bo'lishni buyurgan. Bu ishda siz cho'qim bir xil tangpungliqni amalga oshirishingiz kerak. Agar siz muvofiq tangpungliqni ishga oshirmaydi ekansiz, sizning uyingiz jidal majralardan xoli bo'lolmaydi. Qudularingiz bilan, balalaringiz bilan ve ayolingiz yoki eringiz bilan bo'lgan urushlarning oyog'i uzilmaydi. Bu ishda ayollarning belgilik mas'uliyati bor. Ya'ni ayollar erlarining bir xil tangpungliqni amalga oshirishiga yaqindan yordamda bo'lishi kerak. Bu jihatda ayollarmi yaratquchi oldida javobgar. Qisqasi bu jihatda erlarmi ve ayollarmi cho'qim o'z majburiyatini to'liq ado qilish kerak. Hamda qilgan amallari uchun ayollari bilan yoki erlaridan mukofot talab qilmasligi kerak. Ayollari yoki erlaridan mukofot talab qilmasligi kerak. Chunki uning mukofoti yaratquchidan keladi. Yaratquchimiz bizga nihoyat ko'p ne'matlarni ato qilgan bo'lib, biz har qancha qilsakmi o ne'matlarni sanab tugatolmaymiz. Shundoq turibliq biz yana o'zimizga ato qilingan narsalarga rozi bo'lmay, bir-birimizdan og'rinib va bir-birimizdan norozi bo'lib yursak, o bizning o'zimizga ato qilingan narsalardan to'liq minnatdor bo'lmaganligimizni ko'rsatadi. Shunlashqa biz chuqum o'zaro og'rinib yurishni to'xtatib, bir-birimizni qadrlashni to'liq o'rganib olishimiz kerak. Qadrli qarindoshlar, endi 6-mazmunga keldik, kichik tema. 6-o'lgü bo'lib tarbiyalash. Balalarimiz kichik vaqtida bizning nima uchun ularni qattiq boshqaradiganligimizni tushunmaydi. Balalarimiz kichik vaqtida bizning ularni qattiq boshqarishimiz amaliyotda bizning ularga kuyinganligimiz ekanligini tushunmaydi. Balalar kichik vaqtida bu ishlarni to'g'ri tushunishi mumkin emas. Ammo biz ota-onalar balalar bu ishni nima uchun to'g'ri tushunmaydiganligini bilishimiz kerak. Biz burun bola bo'lib boqqan. Biz bola vaqtimizda balalarimizning beshidan hozir o'tayotgan ahvollarni o'z beshimizdan o'tkazib boqqan. Bizmi ayni vaqtda ota-onamiz bizga qattiqlik qilganda biz hargizmi bu ota-onamning menga kuyinishi deb o'ylamagan. Şunlaşqa balalarımızmı bizning nima uchun ularga qattiqlik qiladiganligimizni tushunolmaydi. Faqat balalar cho'ng bo'lgandilar, faqat ular dada yoki opa bo'lgandilar, andin ota-onasi qattiq ko'yganligi uchun o'zlarini qattiq boshqarganligini tushunib yetarlaydi. Mallar ve balalar dünya tirikçiligining zinnetidir. Baqi qaladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmo yaxshidir. Umid texmo cho'ngdir. 18-surening 46-oyati. Yaratquchimiz bu yerda faqat pul bilan balalardan iborat ikkala narsani tilga olib, pul bilan balalar bu dunyodagi hayotni go'zallashtirib beradigan ikki narsadir deydi. Yaratquchimiz muqaddas kitobining yana 7-8 yerida bizga pul ve bala bilan madad berganligini, bizga pul ve bala orqali yordam qilganligini tilga oladi. Qisqasi, balalik bo'lish orqali insonlarning qalbiga selib qo'yilgan bir xil tabiiy istak yoki qisqasi balalik bo'lish barliq insonlarning qalbiga selib qo'yilgan bir xil tabiiy istak yoki tabiiy orzudur. Bizga balalar bir xil yordam, bir xil madad ve bir xil sovg'at sifatida ato qilinish bilan birga ota-onalarga shuning o'xshashliq mas'uliyatlarmi yuklangan bo'ladi. Bizga berilgan har bir sovg'at
ma'lum shartlar bilan birga keladi. Ya'ni dadı bilan anaga yoki er bilan ayolga balani muvofiq yo'sinda beqib cho'ng qilish mas'uliyati yuklangan bo'lib, vaqt kelganda bu mas'uliyatning so'riqi bo'ladi. Bu dunyodagi hech qanday bir muhabbat dadıning o'g'liga bo'lgan muhabbati va onaning qiziga bo'lgan muhabbatini besib tusholmaydi. Ya'ni umumlashtirib aytganda, faqat dadılar o'g'lining cho'ng bo'lganda o'zini besib tushishini orzu qiladi. O'zidan yaxshiroq xizmat tepishini, o'zidan ko'proq pul tepishini va o'zidan yaxshiroq bayoshat yashashini istaydi. Apimi qiziga shunda qaraydi. Faqat dadılar o'z o'g'liga nisbatan qizg'inish yoki ko'rolmaslik tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Shuningga o'xshash faqat onalar o'z qiziga nisbatan qizg'inish yoki ko'rolmaslik tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Qarindoshlar orasidagi munosabat, er-xotinlar orasidagi munosabat va do'st, birodarlar orasidagi munosabatda siz boshqalarning o'zingizni nihoyat yuqori darajada besib tushishni xohlamaysiz. Ular sizni nihoyat yuqori darajada besib tushadi ekan, siz ularga ma'lum darajada hasadxo'rlik qilasiz. Ularni ma'lum darajada ko'rolmaysiz. Ularning sizni besib tushganligini tadrijiy qabul qilsingizmi, ammo ularga hargizmi o'z ahlingiz yoki o'z qizingiz, o'z o'g'lingiz yoki o'z qizingizga xushal bo'lgandek xushal bo'lolmaysiz. Agar siz bir dada bo'ladi ekansiz, hargiz o'g'lingizga hasadxo'rlik qilmaysiz. Agar siz bir ona bo'ladi ekansiz, hargiz qizingizga hasadxo'rlik qilmaysiz. Dada o'zini besib tushgan o'g'lidan haqiqiy yo'sinda faxrlanadi. Boshqa har xil kishilar bilan bo'lgan munosabatdagi faxrlanishning darajasi hargizmi bu ikki xil faxrlanishga yetmaydi. Bu insonlarning bir xil tabiiy xususiyati bo'lib, yaratquchi bizni ana shundoq yaratgan. Bolaga qanday muomala qilish intayin muhim. Agar siz bir 10 necha yoshlik bolangizga cho'nglarga muomala qilgandek muomala qiladi ekansiz, bolangizmi xuddi bir cho'ng bo'lgan odamdek ish tutadi. Agar siz uningga kichik bolalarga muomala qilgandek muomala qiladi ekansiz, o holda bolangizmi qat'iy cho'ng bo'lmaydi. Bundaq natijani keltirib chiqargan siz o'zingiz bo'lasiz. Balangizning cho'ng bo'lishiga yo'l qo'ymaganligingiz va uning cho'ng bo'lishiga fursat yaratib bermaganligingiz uchun o bir bola bo'lib turaveradi. Tarbiyani tegishli unumga erishtirish uchun siz oldi bilan balangizga ishonib, uning bilan ochiq oshkora paranglashib turing. Ba'zi ishlarda balangizdan maslahat so'rab, uning fikrini eling. Bizning dinimizda bir bola 14-15 yoshlarga kelganda to'liq yetishgan cho'nglar qatoriga kirgan bo'lib hisoblanadi. Ammo hozirgi zamon jamiyatida bolalar 18-19 yoshlarga kirmaguncha bolalik davri bilan cho'nglar yeshi o'ttirisidagi o'smirlar qatorida muomala qilinadi. Aqliy jihatda siz 18 yoshlarga kirgan yoshlarga bir kichik bolaga muomala qilgandek muomala qiladi ekansiz, o balamo kichik baladek ish tutadi. O balamo kichik bola qiyofatiga kirib qoladi. Hargizmi cho'nglarga o'xshash ish tutmaydi. Dağlıq dini alim İbn Qayyum mundaq deydi. Umumlashtirib aytganda balalarning yo'ldan chiqib ketishi ular kichik vaqtida ota-onalarining ularni yaxshi tarbiyalamaganligidan bo'ladi. İbn Qayyum bu so'zlarni buningdan 800 yillar burun degan bo'lsa-mu, o bizning hozirgi holatimizga nihoyat mos keladi. İbn Qayyumning deyishicha, bir qism ota-onalar men balamga ko'ydim deb bir qism ishlarni qiladi. Amaliyotda bo'lsa, balalarning keyingi umri nuqtasini ilib aytganda ular balalarga og'ir darajada ziyonkashlik qiladi. Haqiqatan bir qism balaga nihoyat kuyimchan kelgan ota-onalar men balamga eng yaxshi ishlarni qilib berdim deb o'ylab ba'zi ishlarni qiladi. Amaliyotda bo'lsa, uzun muddatlik nuqtasini ilib aytganda
ularning balalarga qilib bergini eng yomon, eng eski yoki eng ziyonliq ishlar bo'lib chiqadi. Ya'ni ular moddiy narsalarga haddidan ziyoda ahamiyat berib, balalarining ruhiy sog'lomligiga ancha ko'ngil bermay, balalarining ruhiy sog'lomligini ancha muhim o'ringa qo'ymay, shuning bilan balalarga yaxshi ish qilib berdim deb amaliyotda bo'lsa ziyonli ishlarni qilib berdi. Shunlashqa bala tarbiyasida biz uzun muddatlikni ko'zlashimiz kerak. Biz balalarimiz kamputni bek ko'p yeb kelsa ularni to'simiz. Balalarimiz tattiq ichimliklarni ko'p ichib kelsa ularni to'simiz. O narsalar balamning badaniga ziyonli deb o'ylaymiz. Balalarimizni badaniga ziyonli ishlardan to'simiz. Ondaqda balalarning ruhiy sog'lomligiga ziyonli ishlardan balalarimizni badaniga ziyonli ishlardan to'simiz yo'q. Ondaqda balalarning ruhiy sog'lomligiga ziyonli ishlar uchun biz undaq ishlarni qanchalik nazorat qilamiz? Balalarimizni ularning ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan ishlardan qanchalik to'simiz? Biz chuqur balalarning uzun muddatlik ahvolini ko'zda tutib, ularning ruhiy jihatdan sog'lom, cho'ng qilishga kuchishimiz kerak. Ba'zi ishlarda balalarimizga yo'l qo'yib, ba'zi ishlarda ularga qattiq bo'lishimiz kerak. Agar yaxshi tarbiyalandikan, balalarimiz haqiqatanmi bizning turmushimizga tatliqlik elib keladi. Haqiqatanmi ota-onalarga zo'r xushallik elib keladi. Bunday ahvolni balalar tushunmaydi. Ammo dada yoki opa bo'lib baqqan hamma kishilar nihoyat yaxshi tushunadi. Ota-onalar uchun turmushdagi eng zo'r xushallik balasining chiroyidagi kulkini ko'rish hamda balasi qo'lga keltirgan natijalarni ko'rishdan iborat. Balani yaxshi tarbiyalash yolg'iz bu dunyoda nihoyat ahamiyatli bo'lib qolmay, yana bir dunyoda nihoyat cho'ng ahamiyat va zo'r qimmatga ega. Dinda bilimli qarindoshlarimiz bu nuqtani nihoyat yaxshi tushunadi. Nurg'un ota-onalar 15-20 yoshlik, 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan yoshlik balalarini idora qilishda nihoyat og'ir qiyinchiliklarga duch keladi. Balalarga qanday gap o'tkazishni bilmay qoladi. Balalarini to'g'ri yo'lga kirgizolmay qoladi. Bala 15-20 yoshlarga kirganda ularni biroqla bir yaxshi balaga aylantirib qo'ya oladigan biror yaxshi usul, chora yo'q. Biror yaxshi dori yo'q. Biror yaxshi duo yo'q. Siz balangiz 15 yoshdan 20 yoshga kelgan aralıqda onu qanday tarbiyalagan, onu qanday yetaklagan, balangizning hozir qanday bo'lib qolganligi, sizning uni burun qanday tarbiyalaganligingiz, uninga burun qanchalik vaqt ajratganligingizning natijasi. Bala tarbiyasida ota-onalarning ulgulik roli intayin zo'r bo'ladi. Balangiz kichik vaqtida siz uningga uncha vala ko'p ishlarni qilib bermagan taqdirda hamma jihatda balangizga yaxshi ulgu bo'lib bering. Shunda qilsangiz balangiz ba'zida sizni shu vaqtning o'zida doğramasligi mumkin. Hatto ba'zida balangiz yo'ldan u yoq yoki bu yoqqa ozroq qiyib chiqib ketishi mumkin. Ammo cho'ng bo'lish jarayonida balangizning qalbida sizning qanday dada bo'lganligingiz va sizning qanday opa bo'lganligingiz nihoyat cho'nqur o'rin oladi. Shuning bilan balangiz bir mezgil yo'ldan chiqib ketgan taqdirda o sel cho'ng bo'lib, to'liq aqlga kirganda o'z qalbida boshqa hech narsani emas, faqat sizning qanday dada va qanday opa bo'lganligingizni topadi. Shuning bilan o boshqa kishilarni yoki boshqa ishlarni emas, faqat dadasini va opasini do'rab, dadasi va opasi tutgan yo'lni tutadi. Dadasi va opasining kishilik xarakteri va isil xislatlarini namoyon qiladi. Xuddi shuningga o'xshash. Agar siz bir dada bo'lib, balangiz kichik vaqtida uning ko'rsatib turib, ayolingizni o'g'an bo'lsangiz, o'g'lingiz cho'ng bo'lganda
onun öz ayağını uruş ihtimallığı intayin yukarı bulur. Balınız küçük vaxtida siz başka ayallarga ügünüp kılıp, öyde ayalınız bilen davamlıq cidel çıkılıp yürgen bolsanız, oğlunuz çoğ boğanda, onun siz mangan aşındak yolda meniş ihtimallığı nahayet yukarı bulur. Yani eğer siz balınız küçük vaxtida hata işlerini köp kısınız, yalğız üzünüz gila yoldan ezip kalgan bolmay, balınızı mı yoldan azdırgan bolasız. Hazırki zaman psixologiya ilmi bu işni to'liq ispatlab bulup, bu paketni köp sanlıq ilim ehlileri itiraf kılıdı. Kıskısı, bala terbiyesinde ata-analar yalğız balığa eğer terbiye berip kalmay, eğizda terbiye berip kalmay, öz iş hareketi bilen mo terbiye kılış gerek. Eğer siz yalğız geplanını kılıp, balığınızı koygan taleplerini üzünüz əməliyyatı işqə aşırmaydı ekansiz. Siz kılgan terbiye her gizmi önüm vermeydi. Balığınızdan köp kitap okuşunu talep kılıştın burun, siz üzünüz öyde köp kitap okuşunu bir adetke aylandırıp bulun. Balını öyde tapşırıp işleşki selip koyup, üzünüz olturuşlarda yümen. Balığınızdan talep kılganını üzünüz aldı bilen kılmaydı ekansiz, talepiniz her gizmi əməli aşmaydı. Həmmi cəhətlərdə balığınızға siz özünüz bir yaxşı ölgü bulup vermeydikensiz, siz kılgan terbiye çokum bir eğir ve içinişlik məğlubiyet bilen neticelenir. Balığınızda öydün çıkıp boğaca kattık kolluk bilen boysundurup turalığan təqdirdi mi, balığınız öydün ayrılgan haman siz bilen boğan münasibetini asası cəhətdən tuluq üzüp taşlaydı. Ama eğer siz gepni mu kılıp, balığınızdan talep kılgan işlerini özünüz mu ten kıldıkensiz, özünüz mu bir xil iyisil əxlaq, iyisil xislet ve iyisil kişilik karakteri bilen yaşaydıkensiz, iyiriniz yaki ayağınız bilen inak ütüdükensiz, balığınız çoğ boğanda çokum sizni doğraydı. Çünkü ondan ahvalda balığınızın kalbede çoğunkur urun ağını pekatla siz tikligen aşı yaxşı ülgüdünle ibaret buludu. Bu işte bir xil çoğunkur ilmi ufkum mevcut emez. Birer sihrigerlik bu mevcut emez. Siz balığınızı kandak ölgü bulup bergen bolsunuz, balığınız aşı ölgü boyunca iş tutulgan buludu. Kadirli kerimdaşlar, erken Sidik akimizden ki Turmuş'un savatları ve savakları degen 7. kısım kitabıdan birlikte ata-analar bilişke tikişlik muhim işla degen tedbir yay sin dersimizden 49. sitesiyle bilen birgimiz kadirli kerimdaşlar. Hem de 7. mezmun aile kımmet karışı degen mezmununu birlikte ürünümüz canım dostlar. 48 minut boptu. Yettinci küçük mezmun aile kımmet karışı. Bizning iş hareketimizni kontrol qiladigan narsa bizdeki kımmet karışı bulup, o bizning kişilik karakterimiz, ahlakımız ve biz qo'lga keltira oladigan natijalarni belgilaydi. Şoňlaşqa bizning öz farzandlarimizga qilib bera oladigan eng muhim işimiz ularda ijobiy kımmet karışını yetildirish, şu arqali ularning kelgusida aqillarni ish qiladigan kishilardan bo'lishiga, baxtli kishilardan bo'lishiga ve yaramlı kishilardan bo'lishiga yordam qilish. Bu bir addi iş emas. Onu amalga oshirishki birinci qadam özümüzдің nimaga ishonadiganligi ve farzandlarimizning nimaga ishonishni tasdiqla istaydiganligimizni to'liq aniqlab chiqish hamda o'zimizning qimmat qarashining tuzilishi nəhayət murakkab ekanligini to'liq to'nib yetish. Ko'pincha vaqtlarda biz eg'izimizda deydigan qimmat qarashi biz amaliyotda qo'llanadigan qimmat qarashiga o'xshamaydi. Bizning hayot nishonlarimizni o'zimizning ehtiyoji bilan o'zimizning arzusi belgilaydi. Qimmat qarashlarining yana bir kategoriyasi bor bo'lib, o qaysi ishlarning unum beradiganligi va qaysi ishlarning unum bermaydiganligi haqida bo'ladi. Aşı qimmat qarashlari
özümüz istegan narsalarga erish uchun qandoq ishlarni qiladiganligimizni belgilaydi. Yuqoriqilardan boshqa yana bir xil qimmat qarashlarim bor bo'lib, ular bizning nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligi haqidagi axloqiy ko'z qarashlarimizdan tarkib topgan bo'ladi. Esil kishilik xarakterga ega kishilarda mushu xilga taba qimmat qarashlari boshqa qimmat qarashlaridan ustun turadi. Farzandlarning yashiga asosan ota-onalar öz maslahatlashgan asosda o'zlarining tuvandagi sohalardagi qimmat qarashlarini yezib chiqib, uni o'z farzandlariga bir nasihatnoma yoki taklif, tavsiya qilib bersa, uning foydasi nihoyat zo'r bo'ladi. Kishilik xarakter ve ahlak, itiqad ve ilahiyetlik, öyülük buluş ve aile münasebetleri, dostluk, o'qish, o'z-o'ziga tayinish, pozitsiya, xolisona xizmat, muvaffaqiyat, pul ve maddi boylik, haroq ve zaharlik chekimlik, to'y qilishdan burunqi jinsiy munosabat. Biz o'zimiz qilgan her bir söz harekette balalarımızga qimmat qarashlarini o'rgatamiz. Ama ularga qanday qimmat qarashlarini o'rgatayotganligimizni o'zimiz davomli tushunib tura olmaymiz. Shuningdek maxsus vaqt chiqarib o'zimizning oila qimmat qarashlarini bayon qiladigan bir yozma tayyorlasak, onun balalarimizga bo'lgan foydasi nihoyat zo'r bo'ladi. Men taraqqiy qilgan ellardagi millatlar ishida Yahudilarning mundaq bir ishini bilaman. Her bir Yahudi ailesi özlerinin hayat tecrübelerini tutturuluk bir hatırı defteriga yezip menip, perzentleri düşengüdek boğanda ata-ana o hatırı defterini ballarga bir nasihatname süpütüdü birdi. Menimce Yahudi balalarının hem işte naiti puht gelişinin ve naiti pişkan buluşunun bir sebebi ene şu. 8. yepiş sözü. Yani xulasa kadarlı kırındaşlar. Bala terbiyesi xuddi bir sistema injinirliğe okşaydı. Bir balanın yaxşı terbiyelenişide yalğız mektep ve cemiyetinin rolü intayin muhim bulupla qalmayın. Ailenin rolü intayin muhim. Ya ki teximi iniqraq qilib etsak, bala terbiyesi de mektep ve cemiyet qaraganda aile terbiyesi, yani ata-analarning terbiyesi teximi muhim. Xata yolga kirib qolgan balalar asosiy jihatdan buzilgan oiladan chiqadi. Boshqalarga qaraganda balalarin nihoyat adablik, nihoyat qobiliyatlik, nihoyat bilimlik ve nihoyat safoliq cho'ng qiladigan g'ariblik aqtalliklar Yaponlar ve Yahudiler qatorliq bir qism millat kishilari qarab baqadigan bo'lsak, kichik balası bar ata-analarning asosli qiladigan ishi balasını yuqori mas'uliyat ve qattiq tuzum bilan sistemalik tarbiyalab o'stirish ekanligini bayqaymiz. Yaqinqi bir qancha yilning mobaynida Uyg'urcha torlarda tonishtirilgan, vatanda ve chet elda yaxshi natija qozongan Uyg'urlarning o'rtaq aloydiligi, ular kichik vaqtida ularning ata-onalari aile terbiyesini nihoyat ching ve nihoyat sistemalik tutgan. Bala terbiyesini başka köpleyen işlerden muhim o'ringa qo'ygan. Bizning huquq ve kesip jihatda yuqori darajalik nopozga ega bo'lgan kishilarimiz ichida balalari yaxshi cho'ng bo'lmay, yomon yo'lga kirib ketgan ahvollar oz emas. Agar ularning ahvolini inchikilab tekshirib baqadigan bo'lsak, ular balalari kichik vaqtida öz xizmeti yoki öz kasbi bilan aldirash bo'lib ketib, balasiga ancha vaqt ajratmaganligini bayqaymiz. Turmush halakchiligi ve o'zlari o'yin tomoshaga bek berilib ketish sababi bilan balalariga ancha vaqt ajratolmagan yoki bala tarbiyasiga butunlay sal qaragan oilalarda cho'ng bo'lgan balalar ichida yo'ldan chiqib ketganlar nihoyat ko'p. Qisqasi, balaga vaqt ve zihin ajratish bir xil ruhiy mablag' selish jarayoni. Balani ilmiy qoidalar bo'yicha sistematik tarbiyalash bo'lsa,
bir xil sistema injenerligi jarayoni bo'lib, siz mablag'ini qancha ko'p solsangiz hamda injenerlikni qancha ilmiy va sifatli qilsangiz, siz erishadigan natijami shuncha ko'p va shuncha yaxshi bo'ladi. Men mazkur yozmaning bola tarbiyasida to'g'ri yo'l topolmay qolgan ota-onalarga biroz yordam qila olishini umid qilaman, debdi qadrlik Erkin Sidiq akamiz o'zining maqolasida. Paylanish materiallarida time, love, praise and the encouragement in relationships. Numan Ali Khan, ICNA Convention 2010. Bununki YouTube adresini biripti. Onunki Parenting with Purpose and by Example by Şeyh Yasir Qazi. By Example degan tim ekan Yasir Qazining bir xutba ekan, The Family and Raising Children Tips for Muslim Parents. Bu Yasir Qazining ekan 2013-yili 18 yanvarda so'zlabdi ekan 2013. The 12 Disciplinary Elements degan adresini biripti. Pay attention on your child. Balalaringizga diqqat bering debdi. Commentary Family Values, aile qimmati degan tema uchunmi paylash material biripti qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa bugungi bizningki tadbiriyat isim darslari 49 darsimizdagi Erkin Sidiq akamizningki tadbiriyat nashriyat tarafidan nashr qilingan 7-qism kitobi Turmushning muhim savotlari va savoqlari degan mazmun mishiyada tugidi. Qadrli qarindoshlar, rahmat. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, boshqa qarindoshlar bilan paylaşishinglarni umid qilamiz. Allohning o'ziga omonat. Hammamizningki yaxshi o'lgi bo'lgan eng baxtli ota-onalar, eng baxtli bolalarni tarbiyalaydigan ota-onalardan bo'lishini tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.